Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar va bo'lajak haydovchilar. Bugun bizlar sizlarga 30-shablonni, ya'ni biletni ishlab ko'rsatamiz. Yetarli ko'rinmaslik deganda nima tushuniladi? Yetarli ko'rinmaslik deganda o'zi bu asosiy tushuncha va atamalarda bor. Yetarli ko'rinmaydigan sharoit bu yo'ldan 300 metrdan kam ko'rinishi, ya'ni tuman, qor, yomg'ir yog'ishi, shunga o'xshash sharoitlarda demak yo'lning 300 metrdan kam bo'lishi. Ya'ni bu yerda qaysini jumla to'g'ri kelib turibdi? 3-chi, to'g'rimi? Yomg'ir, qor yog'ishi, tuman tushishi va shunga o'xshash sharoitlarda yo'lning ko'rinish masofasi 300 metrdan kam bo'lishi. Yo'naltirgichlar bilan belgilangan yo'nalishlarning qaysi biridan harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, e'tibor qiling, bu yerda chatga burilish taqiqlangan belgi turibdi. Agar bu belgi chorrahlardagi birinchi kesishmaga taalluqli, bu avtomobil uchun oldindan nechta kesishma bor? Ikkita kesishma bor. Nechta chorraha bor desak, bitta chorraha bor. Bu belgi chorrahaga emas, kesishmaga tegishli, ya'ni birinchi kesishmaga tegishli. Ya'ni shu birinchi kesishmaga. Demak, bu yo'nalishga taqiqlab turibdi, lekin S va A yo'nalishlariga chatmaydi, u taqiqlamaydi. Demak, A va S yo'nalishlariga ruxsat etiladi harakatlanish. Sariq uzuk chiziq qaysi yo'l belgisi bilan birga qo'llanilishi mumkin? Bu sariq uzuk chiziq qaysi belgi bilan qo'llaniladi? To'xtab turish taqiqlangan. Sariq uzluksiz chiziq chizilsa-da, bu to'xtash taqiqlangan belgisi bilan, ya'ni 327 belgisi bilan birga qo'llaniladi. Misol uchun 327 belgisi to'xtash taqiqlangan. Agar buning yo'ldagi chizig'ini aytadigan bo'lsak, ya'ni sariq sidirga chiziq bo'ladi. To'xtab turish taqiqlangan belgilarining, ya'ni oyning tok va jupillarda to'xtab turish belgilarining chizig'i bo'lsa, uzuk sariq rangda bo'ladi. Va belgilarning ta'siri chiziq uzunligi bilan aniqlanadi. Agar chiziq bo'lmasa, eng yaqin birinchi chorrahagacha amal qiladi. Keyingisi, kesishma orqali harakatlanish hollarida haydovchi to'xtash chizig'i yoki bo'lmasa 2-5 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan yo'l belgisi yoki svetofor bo'lmaganda o'tib ketayotgan poyezdni o'tkazib yuborish uchun qoida bo'yicha shlagbaumgacha kamida qancha masofa qolganda to'xtash kerak? Shlagbaumgacha bo'lsa 5 metr, demak shlagbaum deydigan bo'lsa, shlagbaumgacha bo'lsa 5 metr yetmasdan to'xtashimiz kerak. Qoida bo'yicha. Keyingi svetoforning ushbu ishorasida qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etilgan? Demak, svetoforning asosiy qismida yashirin turibdi, qo'shimcha qismi bo'lsa yonmay turibdi. Demak, bu qo'shimcha qismi, ya'ni o'ngga harakatlanayotgan transport vositalari, ya'ni motosiklet va tramvay haydovchilarining harakati taqiqlangan. Yengil avtomobil va yuk avtomobillardan harakatlanish mumkin. Tushunarlimi? Demak, yengil va yuk avtomobillariga mumkin harakatlanish. Qo'shimchasi ham barchasini mumkin. Og'ir vaznli va katta o'lchamli yuklarni tashishda transport vositalari aholi punktlardan tashqarida qanday tezlik bilan harakatlanadi? Bunday vaziyatda, ya'ni qoidalarning 164-bandida nazarda tutilganlardan yuqori o'lchamdagi transport vositalari GAI tomonidan chatiladi, belgilanadi harakatda. Ya'ni davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati ruxsati bilan belgilanadi. Shu ko'rsatgan tezlikdan oshirish mumkin emas. Mexanik transport vositasi shatakka olinganda egiluvchi o'lakcha qanday belgilanish kerak? Nechta belgilanadi? Katta o'lchamli yuk taniqli belgi bor. Endi shu narsa bilan belgilanish kerak. Katta o'lchamli yuk taniqli belgisini. Kamida 2 qo'yish kerak orasini, yoki nur qaytaruvchi elementlari bo'lgan narsa bo'lishi kerak. Qizil, oq. Diagonal bo'yicha qizil, oq rangli chiziqlar tushirilgan yorug'lik qaytaradigan yuzali bayroqchalar yoki taxtachalar bilan transport vositasining orqasida mustahkam avariya sabab to'xtash belgisini o'rnatish kerak. Transport vositasi old tomoniga oq rangli, orqasiga yo'q. Demak, diagonal bo'yicha qizil, oq rangli chiziqlar tushirilgan bayroqcha bilan belgilanish kerak. Qayerda transport vositalarining to'xtashi va to'xtab turishi taqiqlanadi? Qayerda? To'xtash ham taqiqlangan, to'xtab turish ham. To'xtash taqiqlangan joylarda to'xtab turish umuman taqiqlangan bo'ladi. Demak, transport vositalari va piyodalarning harakati serqatnov joylarda. Demak, mashina ko'p, piyoda ko'p bo'lsa to'xtash taqiqlanmaydi. Ko'prik, estakadalar va ular osma yo'llarda 3 tadan kam harakatlanish tasmasi bo'lganda, unda taqiqlangan deydi. Agar 3 va undan ko'p bo'lsa, unda mumkin edi balki. O'ng tasmada to'xtash mumkin. Qatnov qismi kesishmasiga chetiga 30 metrdan ko'proq masofada, 30 metrdan kamroq bo'lsa,
taqiqlanadi. Ko'p demek mümkün. Demek köprek ve estakadalardan asma yollarının üstünde üçten boğan tasması boğan joylarda taqiqlanadi. Tormoz tizimi işlemetken transport vasıtasını çetekka alış mümkün mü? Tormoz tizimi işlemese çetekka alış mümkün. İçki usul bilen qattiq ulagich bilen. Yani yoki bo'lsa qisman archa usul bilan ham shatakka olish mumkin. Lekin bir talab bor. Shatakka olgan, ya'ni oldidagi transport vositasi vazni orqadagidan, ya'ni shatakka olingandan 2 barobar nima bo'lishi kerak? Ko'p bo'lishi kerak. Misol uchun shatakka olingan 5 tonna bo'lsa, shatakka oluvchi 10 tonna bo'lishi kerak. Shunda shatakka olib bo'ladi. Tormoz tizimi ishlansa qattiq ulagichda. Agar shatakka olgan transport vositasinin haqiqiy vazni shatakka olinayotgan transport vositasidan 2 barobar ortiq bo'lsa, qattiq ulagich yordamida shatakka olish usuli bilan yoki qisman archa usuli bilan shatakka olish mumkin. Yo'q, bu emas. Demak, bu javob to'g'ri. Mexanik transport vositalaridan foydalanish qanday shakllarda taqiqlanadi? Mexanik degani bu dvigatel bilan harakatga keltiriladigan transport vositasi hisoblanadi. Demak, bunday vaziyatlarda o'qib ko'ramiz. Deganda davlat davriy texnik ko'rigidan belgilangan tartibdan o'tmagan. Ana unda harakatlanish mumkin emas. Bu degani biza tekis motordan deymiz-ku, o'zimiz til bilan aytgan tekis motordan. Shuni aytadi. Davlatning davriy texnik ko'rigi shu. Tekis motordan yilda bir marta qancha kerak mashinani o'tirish kerak. Ana shunda o'tmagan bo'lsa, taqiqlanadi. Qora avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Qora avtomobil qachon o'tadi? Demak, u asosiy yo'lda belgi turibdi. Asosiy yo'l belgisi, lekin bu yerda imtiyozli transport vositasi bor. U birinchi o'tadi. Asan qora avtomobil o'tadi. Chapga buriladigan transport vositasi ro'parani chekish kerak, o'tirish kerak. Demak, qora avtomobil chorrahani nechanchi bo'lib o'tadi ekan? Ikkinchi bo'lib. Harakatlanish qaysi yo'nalishda ruxsat etilgan? Demak, bir tomonlama harakatlanish yo'lini chetadida boshlanadi. Bir tomonlama harakatlanish yo'li boshlanadi shu yerdan. Lekin chapga burish mumkin, o'ngga burish ham mumkin, to'g'ri harakatlanish ham mumkin. Demak, bu yerda qayrilib olish bir tomonlama yo'lda u qarama-qarshi bo'lib qolamiz. Qayrilib olish mumkin. Bu belgida qaysi avtomobilga harakatlanishga ruxsat etilgan? Demak, bizlar bunday belgida har bir o'qqa tushadigan og'irligini taqsimlashni bilishimiz kerak. Ya'ni agar mashina 2 o'qli bo'lsa-dan 12 tonna chiqsa, 2 o'qqa teng taqsimlanmaydi yuk avtomobilda. Orqa o'qqa yukdan 3dan 2 qism taqsimlanadi. Demak, haqiqiy vazni 12 tonna bo'lgan 2 o'qli, haqiqiy vazni 12 tonna bo'lgan 3 o'qli. 2 o'qli bo'lsa, arka o'q 8 tonnani qabul qiladi 4 dan. 3 o'qli bo'lsa, har bir o'qqa nechdan tushadi? 4 tonnadan tushadi. Har bir. Demak, bunda haqiqiy vazni 12 tonna bo'lgan 2 o'qli kirolmaydi, chunki bir o'qdan 8 tonna tushib qoladi. Lekin 12 tonna bo'lgani kirib keladi, chunki har bir o'qqa 4 tonnadan tushadi deb yozadi. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Demak, bir tartibga solinmagan teng ahamiyatga ega bo'lgan chorraha haydovchilar o'ng qo'l qoidasi bo'yicha harakatlanishi kerak. Ya'ni yashil avtomobilning o'ng tomoni ochiq bo'lgani uchun va ko'k avtomobil o'ng tomonda yashil avtomobil kelgani uchun u yashilga yo'l berish kerak. Ya'ni yashil 1, ko'k 2, qizil bo'lsa oxirida o'tadi. Demak, chorrahani ikkinchi bo'lib ko'k avtomobil o'tadi. Svetoforning qizil va sariq yoritgichlardagi yo'naltirgich izi nima haqida axborot beradi? Qizil va sariq. Demak, bu ikkisi yansa harakatni taqiqlaydi, tezda yashil yonishi haqida ogohlantiradi. Svetoforning yashil ishorasi yonganda harakatlanishga ruxsat etilgan yo'nalishlar haqida, xo'p, yashil yansa harakatlanishga ruxsat etadi. Keyingisi, svetoforning qizil va sariq ishoralarida harakatlanishning ruxsat etilgan yo'nalishlari yo'q. Unda harakatlanish taqiqlanadi. Yashil yo'naltirgich strilka yansa harakatlanishga ruxsat beriladi. Yuk avtomobil kuzovida yo'lovchilarni tashishda ularning soni qanday belgilanadi? Demak, yuk avtomobilda odam tashiyapmiz. Sinjat sonini belgilaymiz desak, o'rindiqqa nisbatan belgilaymiz. Lekin haydovchilar baribir D toifa kerak 8 nafardan ko'p odam tashiyacak bo'lsa, demak bu yerda jihozlangan o'rindiq soni bilan chetiladi, aniqlanadi. O'rindiq soni, misol uchun 20 mesta bo'lsa, shungacha odam mindirish mumkin. Qaysi avtomobil haydovchisi to'xtab turish qoidasini buzmadi? Mumkin deyilgan.
Endi bu yerdagi masofalarni olib qaraganda, bu masofa kamida necha bo'lishi kerak? 30 metr. Shundan bilishimiz kerak. Demak, bu chorraha 30 metrdan ko'proq masofada turishi kerak. Har ikkisi ham foydani buzgan. Avtobuslarda bolalar guruhini tashkiliy ravishda tashishda qanday hollarda kunning yorug' vaqtida yaqinni yorituvchi faoliyatlarga yaqinlashish kerak? Haydovchining xohishiga ko'ra degan javoblarimiz umuman xato javoblar. Uni umuman o'ylanib o'tiramiz. Harakat serqatnov bo'lganda, ya'ni mashina ko'p vaqtda deydi, yo'q. Ko'rinish yetarli bo'lmaydi, yo'q. Tashish amalga oshiriladigan barcha hollar. Ya'ni avtobusda bolalar mindimi? Bilishli, ya'ni yaqin yorituvchi chiroq yonish kerak. Demak, avtobusda bolalarni tashkiliy tashmayaptimi? Demak, endi yaxshi shart emas. Qish vaqtida boldirga qon to'xtatadigan jugutni qancha muddatga qo'yish mumkin? Ya'ni jugutni yaradan 10-15 sm balandga qo'yish mumkin. Qish vaqtida 1 soatgacha qo'yish mumkin. 1 soatgacha. Chunki undan ko'proq qo'ysak, qo'limiz qon o'tmaydi, uyushib qoladi va qon laqta-laqta bo'lib qolib, endi qon ochiq qo'ysa, jugutni yuboraversak ham qon aylanmaydi. Ya'ni palaj bo'lib qoladi qo'limiz. Shuning uchun biz qish vaqtida 1 soatgacha qo'yish mumkin va yana jugutni yozdirib, bir zaman yozdirib yana baylashimiz kerak. Tushunarli? Shuning uchun biz jugut qo'yganda uning vaqtini, soatini yozib olishimiz kerak. Ya'ni 1 soatgacha qo'yish mumkin. M2, M3 toifa, bular avtobuslar. Avtobuslar toifadagi transport vositalari, ya'ni yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan. Shina protektorining naqshining qoldig'ining balandligi 2 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Transport vositalari toifalarga bo'lingan, yo'lovchi yuk tashish va tirkamalar deb toifalarga bo'lingan.